Assalomu alaykum. Bugun kanal kuzatuvchilari. Bugun 28-yanvar 2026-yil. Sizlarga shu ko'rsatuvdagi mana shu Surxondaryo viloyati Termiz tumanidagi shu issiqxonani bu 2-yilga qolgan koreyskiy Solxan ko'chatlari sizlarga anaqasini 2 oy noyabr dekabrga natijasini ko'rsatdim. Bu yanvarda -6 -7 ko'rdi. Bu atapleniyalar ko'rib turganingiz hech qaysi ishlamaydi. Xuddi shunaqa qilib termiz qilib qo'yilgan. Xo'p, bu bitta sovuqni ko'rdi. Bitta sovuqni ko'rdi. Bizi bo'tga sovuqda o'sha yerda 22-23-da shu Surxondaryoning o'zida edi, bunaqa video rolik tayyorlay olmadik YouTube uchun. Xo'p, nima ish qildik biza? Bu yerda mana mulcha qilingan qora plyonka bor-ku, shunaqadan rulonda bor ekan bu yoqda, ko'p ekan juda ham. Xo'p, ortiqchasi biza nima qilish qo'rdim? Kechqurun shu kuni sovuq o'zida mana shuni shundan olib, yangi qora plyonkani olib turib, bu mana tepada termiz 2-qavat. Mana shuni shundan qilib, qulpning ustiga to'shab turib chiqdik bularni hammasini. To'shab chiqdik. Plyonkani yutuq katta tepadagi qor erimagani uchun qor 100% teplitsaning ustini vakuum qilib yopgandi. Yerimiz bilasizlar, qum. Yer issiqligi qizigani bor. Mana buni yopib turib, ko'rib turganingizdek, gullarini so'g'irish anaqasidan sababchi bo'lib qoldi. Shu yerdan olib qolishga sababchi qilib qo'ydi. Shu yerda mana shu natijalari endi hozirgi hosillarni terildi, Toshkentga qarab chiqib ketdi, ko'rdinglar. Mana bu eski o'sha noyabr dekabrdagi hosillari, gullari 30-40% chaynanib qolganlari ko'rasizlar. Mayda bo'lsa ham zato bor. Hozirgi narx-navoni bilasizlar o'zingizlar, $8-10 atrofida bunaqa hosillar ham. Xo'p, keyingi natija mana gullari, keyingi patok gullari уже chiqib kelyapti. Buni bilasizlar, endi bunaqa mana yetishmovchiliklar deb o'ylashingiz mumkin. Sababi bu yerda o'sha qari eskirgan ko'chatlar bo'lgandan keyin 5-10% bu yerda ozgina yo'qotishlar bor. Sababi bularning bo'g'zilari ko'milmagan, o'sha ko'milganlari o'sha plyonkadan keyin qilib chiqdik. O'sha asosiysi bu yerda mana vegetatsiya ketyapti. O'suv nuqtalari yangilanyapti. Hammasi yetishmovchiliklar kuzatilmayapti. Yangi gul shoxlarimiz toza, tiniq chiqib kelyapti. Kipriklari butun. Hammasi etap-etap ketyapti. Xudo xolasa 2,5-3 kiloga yaqin bo'lgan chashkalarda 100 dan oshiq idish korobkada shunaqa upakovka qilindi va sotuvga Toshkentga jo'natib olishdi. Hop, mana bu yoqishim Jamoliddin aka Tojikistonda katta agronomida qulpney bo'yicha, qulpney sohasi bo'yicha shularni o'rganib, fikr almashib ketyaptilar. Hozir endi keyingi videolarni sizlar tomosha qilib qolasizlar, xudo xolasa. Ko'rdinglar, bundan oldingisida 1-yillik ekilgan 1 yillik qulpneyni natijasini. Hop, endi 2-yilga qoldirsa bo'ladimi? Qoldirsam bo'ladimi? Qilsa bo'ladimi deydiganlarga qoldirsa, qilsa bo'ladi. Faqatgina bir qancha qiyinchiliklari bor. Mana bu yerda hammasi gullab, donlab, pishib ketayotgani qatori. Mana shu 5%, 10% deganda, mana 1-2 ko'chatlarimiz ahvolini ko'ryapsizlar. Ahvol tang bo'lib yotibdi. Nima уже ketdi уже bu yoqqa, mana ko'ryapsizlar bu yog'ini. Mana bu hosili, gullari, hosil, gul уже ketyapti ikkita tutdan keyin. Hammasi 10 dan 15 ta 20 tadan keyin bittasida kuzatilishi mumkin. Mana shunga endi u qaror qabul qilish o'zingizlarga. Ko'chatdan yutqizmayman, yana 2-yilga olib chiqaman desangiz, kasalliklardan ozgina kurashishga ko'proq vaqt ketkazishingiz mumkin. Yer yuvib tozalash uchun, boshqa narsa uchun ozgina xarajat qilishingiz mumkin, lekin bular 2-yilga qoldirishgan. Sabab o'sha boshqa issiqxonaligi bo'lgani uchun u yoqqa yangi ko'chat ekib, bu yoqda mana shu natijani hop olib kelyapmiz. Jamoliddin aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzimisiz? Sonlaringiz yaxshimi? Charchamaysizmi aka? Mana shu yerda mana hozir 3-oy, ya'niki
2 oy bo'ldi. 3-oyga qarab mana 3 ta videolarni o'zimizni tomoshabinlarga ko'rsatyapman. Bu natijasi bezataplena, ya'ni 2-yil olinayotgan hosil. Natijasi qanaqa? O'zingiz nimadir o'rgandingizmi, oldingizmi bu yerdan? Ha, bitta ko'p narsa oldik. Aha. Xatolarni ham ayni oldik. Endi bitta kamchiligi shu ishchi kam deyapti. Ha. Shahar ham uzoqroq ekan, ishchi kamligida ustiga qilmayapman deyapti. Lekin qarashi xuddi shu bizni kapalarga o'xshab kaloriy tiklisi ekan. Xo'p. Natijasi yaxshi. Ha. Bizga o'xshab hosili ko'p. Ha. Nimasi yaxshi, koreyskiy sort hosili yaxshi. Xo'p, mana bu eng katta yutug'i bu yerga xarajat qilinmagan. Yer tayyorlanib, yana yangi ko'chat ekilmagan. 2-yillik natijaga qanaqa o'zingiz fikringiz? Zo'r. Yaxshimi? Menga ma'qul bo'ldi. Ma'qul bo'ldi. Chem buni buzib, boshqattalab ekib, nimadir qilingandan ko'ra, yana qo'shni yonligisida teplisi bor, undan ko'ra o'sha yoqqa xarajat qilib, bundan 50% hosil olsak ham deb reja qilishgan, lekin hozir misol uchun yomon terilmayapti bu yerda. Ko'rdik o'zimiz. Deyarli o'zini 80-90% o'zini kuchini ko'rsatyapti. Kalibrlari ham mayda emas, yirik, yaxshi. Keyin mana hozir ko'rib chiqqanimizdek, Aha. aytgandek farmirovka bo'lmagan. Aha. Odam hisob kamligidan, Hop. shahar uzoq, nima kapam tiplisam uzoqroqda deb odam kam deyapti. Shuni hisobidan baylari olmagan. Farmirovka qilinmagan. Ha. Shamol aynalishi ham kam bo'lyapti. Ha. Keyin mana 2-yilga qoldirganda aytganingizdek, turpoq tashab chiqqanda mana Ha. bu baylar bo'g'ziga yangi tomir ortish uchun turpoq tashab chiqilgan, bu ham zo'r. Ana. O'zi hozir umumiy olganda holati qoniqarli, to'g'rimi? Ha, shunday. Yetishmovchiliklar kuzatilmayaptimi siz o'zingizning fikringiz? Endi bor, bir ikkita bor-u, unchalik nima emas. Lekin ketishi nimasi yaxshi. Mikrobga nima yo'q. Zo'r. Teplisiga nima deysiz o'zingizning fikringiz? Mana sizlarda mana shunaqa bo'tda baland teplisi qurilgan, mana bunaqa plyonka qilindi, sizlardagilar shu balagan uslubda qilinadi-yu. Qaysi usul yengilroq, osonroq? Endi katta teplisa bo'lgani yaxshi. Havo aylanishi, hamma taraflama ancha sovuqdan saqlaydi baland. Bizda endi mayda balaganlik nimaligi uchun ko'p teplisalarni mana qorda qor bosib qo'ydi. Qaysi biri tepasini kurab tozalagan. Ortiqcha ishda-yu ular. Ortiqcha ishda u. Mana shu baland teplisa bo'lsa, bir xillari bir sutga yaqin uxlamagan. 10-15 ta bolani olib kelib qorlarni tozalab chiqishdi. Bu yerda mana shu termizini o'zi ham bu yerda misol uchun shamoldan himoyalangan, uchib ketmaydi, qor bosib qolmaydi, boshqa bo'lmaydi. O'shaning uchun ham mana bunaqa baland teplisalarni qurish kerak o'zi sizlarda ham. Buni balandligini ko'ryapsiz hozir. Bu qancha past bo'lgan bo'lsa, mana shu yelkani o'zi 3-3,5 metr. Bu markaz 5,5 metr, 6 metrga yaqin-da, buni balandligi. Bu yerda nafaqat pomidor, balkim bodring, qulupnay ekadigan bo'lsangiz ham baland teplisa bo'lgandan keyin havo sig'imi yuqori, baland bo'lgandan keyin havo aylanishi ham yaxshi bo'ladi. Sovuq havoda ham qiynalmaysiz. Kun isib ketadigan bo'lsa ham qiynalmaysiz. Sizlarda u kichkina balagan uslubda bo'ladigan bo'lsa, har bittasi to'g'ri uslub. Vaqtinchada, o'zini paytida. Lekin mana bunaqa narsalarga уже o'tish kerak, bunaqa teplisalarga qurishga. Shuni biz ham o'zi dehqonlar bilan ishlab tushuntirib kelyapmiz. Mana yildan yilga kapelniga o'tdik. Kerakli NPKlarni berishga o'tishdi. Shu paytgacha bizda shu karbamid, nitromofoz, ammo hozir ham bor. Beradiganlar ham bor. O'shalarni tushuntirib, ko'rsatib, natijalarni ko'rsatib kelyapmiz. Hozir bir 60-70% dehqonlarimiz kapelniga o'tgan sistemaga. Oziqalarni ham programma bo'yicha shunaqa qilib mulcha qilishadi. Shuni mulcha qilib berishyapti. Keyin endi shu bizda teplisan mayda kapalar bizda ko'p. O'shani tushuntiryapmizki, sen kolичествоni ko'p qilmagin, kamroq qilgin, sifatli qilgin. Misol 15 ta 20 ta katta mayda kapa qilmagin, 4 ta 5 ta qilgin, baland qilgin, o'sha 10 tani javobini beradi hamma tarafdan. Havo aylanishlari. Havo aylanishi, gradus, manaqa forishga qilgin, vaqtida o'shgan, quyosh nuri yaxshi tegadi. Hamma narsasi ideal darajada bo'ladi. O'sta tushuntiryapmiz, o'sta shunga olib boryapmiz dehqonlar. Sekin o'tish kerak. Birdaniga aytish bo'lmaydi. Siz aytgan o'sta hozir qilgan usullari ham yomon emas, to'g'ri. Lekin o'sta shunga o'tishimiz kerak-da. Asosiysi uni boshlashgani o'zi katta yutuq. Ha, etap. Biza ham qachonlardir xuddi bular qilishgan ishni biza xuddi shu ishni qilib, to'g'ri deb o'sha paytda biza boshlaganmiz. Biza birinchilikdan o'sha balagan uslubni biza boshlab berganmiz. O'zi umuman ochiq maydonga ekib bunaqa kichkina tunnel, mini tunnel qilinardi bizda. Keyin o'sha katta tunnel qilindi. O'sha issiqxonada 15 yil
16 yil, 20 yil oldin umuman qulpni desak hamma o deylardi. Mana hozir oddiy holat, mana ko'ryapsiz. O'sha tajribani olib borib tatbiq qilish o'zi sizlarga navbat kelgan. Keyin shu oziqada ham gap katta ekan. Bizda tajriba ham bo'ldi. Bor odamlar 3 gektarga ekkan 100 kilo ham tera olmayapti. Aha. O'sha o'zini eski uslubda berib kelgan, kapel qilgan. O'sha eski uslubda beryapti. Nitrofoz, karbamid beryapti. Qolgan elementlar yo'q. Bitta, ikkita, uchta elementi beryapti. Qolgan 9 ta 8 ta element yo'q. Chunki biz mana shu programma bilan ishlagan ustodda, sizni reseptlar bilan ishlagan joylarda 90 sotidan 1 ton, 1,5 ton terganlar bor. Yer bilan 7-8 barobar yuqori olishyapti. Yuqori olyapti. Puli ham yaxshi. O'shanda shularni ham tushuntirib kelyapmizki, mana shunday narsa, mana shunday bersa, shuncha hosil olasan. Ostida tushungan dehqonlar o'sha sistemaga ostida o'tyapti. Karbamid, nitrofoz nimadan voz kechishyapti. O'sha elementlarni joy-joyida ishlab, joyida bergandan keyin bargida nixvatka bo'lmaydi. Formulasi Kasal bo'lishi ham kam bo'ladi. Hamma taraflama, mevani yirik bo'lishi, boshqasi hamma taraflama shirinligi oziqaga katta bog'liq. Shunaqa. Mana bu yerda ham o'sha qo'lladik, mana qo'llangandan keyin bu yerdachi mijozlarni bizga nafaqat bu yerda o'sha kilo tonna, balkimchi o'sha mana misol uchun mana shuni живой ko'rsataylik. Misol uchun hozir necha kilo ketdi? Misol uchun 300 kilo, 400 kiloga yaqin hosil ketgan bo'lsa, shu yerda 4 ta chashka 2 kilodan 8 kilo atqot chiqdi-da. Buni ko'zingiz ko'rdingiz, ko'zingiz bilan. Mana mana shu yerda hozir shundoq mana shu yerda sortirovka qilib chiqib ketildi. Bu hech narsa emas-da. Endi buni chiqqan sababi, nimaga bunaqa chiqqan sababi, mana mayda duvareklari bular yaxshi changlanmay qolgan. Keyin formirovka qilinmagan. Uje bulari misol uchun teshilgani yo'q, chichqon yoki shilla qurt teshgan, yoki mana pishib o'tib ketganlari, bu o'tgan terimdan qolib ketganlari. Lekin asosan mana shu narsalari bo'lgan. Yoki o'sha baylarini olishmagan, havo aylanmasdan o'sha pushtasida yoki yerga tegib qolgan holati. Lekin bu hech narsa emas. Bu hech qancha foiz emas. Bizni balaganda qiladigan bo'lsak, 30-40% xuddi mana shunaqa atxotga chiqib ketilardi-da. Bu hech qancha foiz emas. Yana eng asosiy, misol uchun kalsiyni biz joyiga qo'yib qo'yamiz, mikroelementlarni joy-joyida ishlatgandan keyin, bo'rlarni joy-joyida ishlatib, o'shanda berilgandan keyin buni yaltiroqligi, bleski va usti qattiqligiga kafolatlanadi. Mana shu narsa eng ahamiyatga egasi o'sha narsa. Kaliyning vazifasi, buni donini ishirib vez to'plab beradigan bo'lsa, kalsiyning vazifasi bu bo'ladi. Misol uchun fosforning vazifasi ildizni yurg'izish bo'lsa, kalsiyning vazifasi ildiz devorini mustahkam qilib berganda, bu hosilingizni ham shu muddatini, saqlash muddatini uzaytirib beradi. Mana o'shaning uchun nimaga kerak? Bu yerda mikroelementlarni joy-joyida ishlatish ana o'shanga kerak. Odamlar bilar bilmas uni foizlarini chiqarishga ham katta gap bor. Nafaqat gidroponika, balkim biz ochiq yerda, ochiq maydonda qilyapmiz. Xuddi o'shani oziqasini beryapmiz. Har kuni oziqa kam-kam doimiy berilyapti. Uje rezultatini uje dehqonning o'zi ko'rib turib, joy o'zini ovozidan, o'zini gapidan eshitdingiz. Hozir endi shoshilib ketdilar bozorga. Endi hozir kelsa yana o'zlarining suhbatlarini olamiz. Hozir keyingilar ham nargani birinchi yil joyidan ko'rsatamiz sizga. Endi bu yerda mana misol uchun bu termizlarni olib tashlash kerak edi. Hozir quyosh chiqdi. Bu yerdan shu quyoshni 1 barobar emas, 2 barobar kesib o'tkazilyapti. Quyosh yaltirab chiqib turgan paytida mana bu termizni kechasiga yopishi, sovuqdan saqlashi bilganda, mana buni yorig'i ham o'tkazishi bilish kerak. Buni ochib tashlash kerak edi. Hozir uje salkam peshim vaqti bo'ldi. Faqat og'zini ochishdi, terim qilishdi. Uje ketdi, uje ishchilar chiqdi, ketishdi. Shuning uchun yaxshi sifatli hosil faqatgina ko'chatga, faqatgina oziqaga bog'liq emas. Buni sharoitlariga, havo aylanishiga, kun yorug'ligini berishga, har tomonlama har bittasi faktorlarni chetlatib qoldirish kerak emas. O'shaning uchun to'g'ri, mana shuncha hosil kirish uchun shuncha mehnat qilindi, shuncha qaraldi, qilindi-da, hozir hosil teryapman, 300 kilo, 500 kilo, 1 tonna teryapman deb turib, mana bunaqa ishlarni tashlab qo'yish kerak emas. Ana sistema ana o'shaning uchun ham kerak. O'shani kuzatib boringlar. Mana shu issiqxonani sizlardan 3-hafta 3-oy masalaga video lavhasini qo'yib ko'rsatib boryapmiz. Xo'p, mana oziqaga keladigan bo'lsa, bu joyi Yamanni bilasizlar, ko'rgansizlar hammasini. Xo'p, mana bu yerda
shu mikro makro elementlar hammasi mana fosforniy kislota pH'ini tushiriladi va albatta bu yerda organiskiy fungisid bionovatik o'sha organika F shu ustozlar anaqalari bo'yicha buni biz mana o'tgan yildan mana ochiq maydonda ishlatdik, ko'rdinglar-ku. Ko'rganinglarda biz uni undan oldingi yil 2 yil issiqxona va ochiq maydonda sinovdan o'tkazib, qulupnay bo'yicha birinchiligidan biz o'tkazib berganmiz va mana bu yil 100% issiqxonaga biz tavsiya qilyapmiz. Sababi biz 2 yil buni sinovdan o'tkazdik qulupnayda. Buni bir oyda 1 gektarga 10 litr tavsiya qilinardi. Men hozir 1 oyga emas, 20 kunda bir berdirtirilyapti mana shu. 20 kundan 25 kunning orasida mana shu narsani o'tgan yil o'sha Termiz tumanidagi 1 gektar 40 sotik joyimiz bor edi-yu, o'sha agronom xizmatini ko'rsatganim, o'sha 1 tonna 200 gacha terilgan maydonda mana buni o'zim kuzatganman. Haftasiga 2 marta berganimizdan keyin 20 kungacha o'zini zo'r xususiyatini ko'rsatdi. 25 kungacha biz 25 kun oralig'ida biz bundan повтор berib turilgan. Shuning uchun shunaqa ilmiy yondoshishga o'sha qilayotgan dehqonchiliginglarga tavsiya qilib qolaman. Assalomu alaykum. Bugun agrokanal kuzatuvchilari, bu shu birinchi yilga kelgan joyimiz. Shu tanishtirib ko'rsatdik-ku sizlarga. Boshidan shu oziqalarini, boshqasini hammasini ko'rsatdik. Bu yerda nima ishlar qilinganini hammasini ko'rdik. Bu yoqdan xuddi shu ish mana termizlari ochilmadi. Daji ichidagi termizlari, ichidagi agrovoloknolari mana endi mana ochishyapti. Sabab ish ko'p, uspet qila olmayapti bolalar. Kechagi terilgan qulupnayni bugun chiqarib olishibdi endi sortirovka qilib. Vaqti yo'q. Mana ochishyapti shunaqa qilib. 3 qavatdan iborat bu joy. Buni aytganimda, xo'p, buni isitishga bularni qo'llaganda buni kunduz kuni yorug'da hatyabi 5 soat, 6 soat ochishni bilish kerak. Kamida 8 soat ko'rish kerak bu. Bular endi bir changlatib ushlab olsa bormi bu gullachi? Mana bu gul shoxlarini ko'ryapsizlarmi? Bular ana bo'lmasin sizlarga. Shuning uchun mana nimaga kerak? Mana sizlarga. Shu kichkina mini tunnel qilingan, uni ustiga agrovolokno, tepasida plyonka, uni tepasida u bu yerdan mana shu tegidan o'rtadan bir qator to'pli pol o'tilgan, o'tgan bu yerda. Atapleniya qilyapti, bular bilasizlar, kech ekilgan. Ko'rdinglar holatini qanaqa edi. Shuning uchun bitta bilan mana Jamoliddin akam bilan obxod qilib ko'rib, tekshirib endi xudo xolasa inshaalloh Toshkentga yo'lga chiqamiz. Xo'p, mana sizlarga ko'rsatsak holati to'g'ri bu yerda ancha-muncha kamchiliklar bo'lgan. Nima? Havo aylanish, yorug'lik, gradus, o'sha stressga tushishlari bir qancha kuzatildi buning ichida. O'sha to'g'ri olib ushlana olmagan. Lekin yutuq nimada bo'lgan? Mana shu simda bo'lgan. Material yopilgan. To'g'ri, gullari, anaqalari changlashishga ozgina muammo bo'lgandir. Sabab endi mana quyosh chiqqandan keyin asosiy gullarini endi changlatib olish kerak bo'lib qolyapti. 2 tari qo'yilgan ekan o'tgan hafta, yana bu hafta yana 2 tari olib kelindi. Shunga mana bular hali mana endi ochyapti gulini. Shunga vaqtimiz bor, xudo xolasa. Endi keyingi 20 kunlikda yana bitta sizlarga video qilib, xudo xolasa inshaalloh shu yerdan tonna qulupnay terilayotganini sizlarga ko'rsatamiz. Hozir ham terim bo'lyapti, sizlarga ko'rsatamiz hozirgi terimni ham. Kuzatib boringlar, yana ham qiziqroq videolar oldinda hali. O'zimizning ochiq maydonimiz, Denov, Tojikistonning tajribasini bilamiz, ko'rganmiz. Ularga ancha tavsiyalar berib, bizning yo'nalishimiz bo'yicha qisman tajriba olib, retsept bo'yicha agrotexnik tadbirlarga bir qanchasiga o'zimizning anaqamizni ulashib ko'rsatib boryapmiz. Endi bularga jivoy ko'rsatib, ommaga ijtimoiy tarmoq orqali tanishtirib ko'rsatib boryaptilar mana. O'zlari uchun
o'sha Toshkent tajribasini o'rtoqlashamiz, ko'rsatib beramiz dehqonlarni. Shu Yettigu Qibray tumanidan ham bitta yaxshi professional video qilishga harakat qilamiz. Keyin Uzun tumanidagi video lavhani ko'rdinglar, gidroponikani. Xo'p, bu yerda yangi yo'lda Muhiddin akam borlar bilasizlar. Ularga umuman bu yil video qila olmadik. Har yili bir yilda bitta video qilib chiqarib turardik. Umuman yo'llarga bora olmaymiz. Faqat telefon orqali bir oy 40 kunda bir gaplashib turamiz. Keyingi yil sezonda sizlar xato qilmasligingiz uchun hozir bahor oyida ko'chatga e'tibor beringlar, tanlashni o'rganinglar, yer tayyorlashlarni hammasini hozirdan analiz qilishni boshlaylar. Yoz oyida, kuz oyida sizlar kechga qolgan bo'lasizlar. Ana o'shaning uchun oldindan ishonchli ko'chat, yer, sog'lom yer tayyorlash hammasini o'rganib, darslarni birma-ketin kuzatib, ko'rib, analiz qilib boringlar.